Qurilishda har bitta narsaning texnologiyasi bo'lgandek, tashqi devor va ora devorlarimizni o'zini texnologiyasi mavjud. Tashqi va ichki ora devorlarimiz o'zini o'zi ko'tarib turuvchi, ya'ni samonesuющий devor turiga kiradi. Devorlarimizning terilishi bo'yicha qurilish me'yorlari qoidalariga solishtiradigan bo'lsak, proyomlarda железобетон yoki metallический обрамление bo'ladi, ya'ni serdeshniklar bo'ylama bo'ylab har 3 metrga serdeshnik o'rnatiladi. Undan tashqari serdeshniklarni o'rnatish tartibi перекрытиямizga qotiriladi. Bu жесткий bo'lsa, bir tarafi sharnirniy bo'lishi kerak. Kladkamizning orasida loyihada ko'rsatilgan 3li yoki 5li sim bo'ladi. Gorizontal yotqizilgan holatda u serdeshniklarga borib ulanishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari asosiy yuk ko'taruvchi konstruksiyamizdan devorimizda yonidan va tepa qismidan 20 dan 40 mm gacha zazor qoldiriladi va yumshoq teplоизоляционный material bilan to'ldiriladi. Bu zazorlar nima vazifani bajaradi? Yer qimirlayotgan paytida asosiy yuk ko'taruvchi binoimizning konstruksiyasi o'zini o'zi ko'tarib turuvchi konstruksiyaga zarar yetkazib qo'ymasligi kerak. Ya'ni borib kelayotganda mana bu yumshoq material bo'lgani uchun u parchalaveradi. Oralig'idagi zazor o'sha borib kelishni ta'minlab beradi.